Davay, assalomu alaykum. Keldim. Xo'p, voy telefon qo'raman. Ha, ona. Assalomu alaykum. Qaqqa. Mana keldim uchrashadigan joyga. Ha, mana. Qayerda turibman? Telebashlarning yonida turibman. Mashaqara yura olmayman, bash tomon bilasizlar. Assalomu alaykum. Voy, ona, bu kinoda o'ynaydigan qizlarga o'xshaydi dedingiz, serial bu. Tugamayapti-yu. Bo'ldi, qoraman sizga. Salom bermaysanmi? Berdim u hozir. Xo'p, voy, qo'rqitordingiz. Ismim Asilbek. Yoshim 24 da. 27-mart kuni tug'ilganman. Sizchi? Men 1, 2, 3 fevral tug'ilganman. Oho, oyiz tuqqanmi-ku, konsert qo'yganmilar. Bo'pti, rast to'yimiz bo'ladigan bo'lsa, bitta dona shartim bor. Meni kiyimlarimni kir mashinaga tiqayotganda yaxshilab qarab, tekshirib ketib qo'ryapmi? Nima, pul bo'lishi mumkinmi? Men bo'lishim mumkin. Xo'p. Siz anaqa sportsmenkamisiz? Ha, jahon chempioniman. Ha, kelganingizni bildim, jahon chempionligingizni. Nima qilamiz? Uyga ketamizmi? Voy, o't-bo'tga bormaymizmi? Menga unaqa birinchi kundan u yoqqa bormaysan, boshimni qotirma. Pasmisiz? Boshqa varianting bormi? Tengi bilan tez bo'lmaysanmi tez? Marfuka, tushunmadim, xiyonat. Siz armiyaga ketdim dedingiz-ku. 30 kun chidolmadingmi? Tashnamisan sevgiga? Kim bu Svetcha? Kimmi Chixuahua? Kim bu 05 bezgasi? Qayerdan topding buni? Meniki bo'ladi bu. Meniki bo'ladi. Men ko'rishdim, meniki bo'ladi. Kim bularni ikkiga bo'lib qo'ydi? Biz ikkiga bo'lmaganmiz. Bolajonlaringiz biram sho'x ekan-a. Taraqma bu yerdan. O'zing tanla, o'zing hal qil. Fukusing bo'lsa meni tanlaysan. Fukusing bo'lmasa meni tanlaysan. Menga qara. Nestvanni bilasanmi? Hilton yonidagimi? O'sha yerdan bitta uy bor. Ey, menga tegsa men romantik odamman. Osmondagi oyna olib beraman. Qanaqa bo'lib berasiz? Yelkanga chiqib. Nima qilasan buni? Turishini qara, qo'lday guldassa. Yuragim mushtaq, yuragim xasta. 1 soat bo'ldi, toqatim mo'l. Ey! Bidir, hali ham hozir nima? Kamchiliging bormi? Xiyonat qilishdan oldin kalanish. Bo'lishing, ammo go'zal va sol bevafo. O'g'lim, bugun uyga qaytamiz. Sog'indim onajon, osmondagi. o'zingni bosib ol, men maynavatchilik qilyapsa, tanla o'zing bittamiz ana, turrasan. Sizlar meni tupikka tiqib qo'ydinglar. Meni ham hal qiladigan tepamda ota-onam bor. Hali tepangda ham odam bormi? Kelmayapti-yu bu. Tanla bittamiz ana, bo'ldi ketamiz. Marfuka, Labbay jonim. meni kechiring. Meni uyimdagilar bularga turmushga beramiz deyishgan. Chixuahua, Maribjon, sen bilan qani shunaqa baxtli bo'lamiz. Yo'q. Bebafo. Sevgandim. Yana kimni kut deb aytdim men? Sezyapsizlarmi? Ba'zida nima xohlayotganimizni o'zimiz bilmayapmiz. Avtomobillar ko'chada gazni bosib yuribdi, falonchini bolasini mashina urib ketdi, tartib o'rnatinglar deb baqiramiz. Lekin ko'chadagi shumakerlarni jazolash uchun radar o'rnatgan odamni terpili deymiz. Samasud qilishgacha boramiz. Yoki boshqa misol, xotinni urgan odamni zolim deyilishi to'g'ri, lekin mabodo kaltak yegan kelin ota-onasiga uyiga sig'maydi, qaynona-qaynotasi tushunmasligi mumkin. Ichki ishlarga ariza yozib qo'yadigan bo'lsa, bitta uyda yashab ustidan yozibdi iblis deymiz. Kelin aybdor bo'ladi. Biz nima xohlayapmiz o'zi? Qaranglar, hozir xalq o'zini muammolari bilan bizning oldimizga chiqishadi. Biz u muammolarni bartaraf qilishimiz kerak. Tayyor turinglar. Xo'p bo'ladi. Qani keldi. Qani yig'ilib olinglar. Hozir shunda chiqamiz deb masalani ko'ndalang qo'yib, muammolarni shata et tashlaymiz. Bugun gapiramiz. Bugun tayyor birlashib chiqamiz. Ketdi. Birlashib dedingiz-ku? 13lashib. Nima bo'ladi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz muammolar to'la. Gapirmasak bo'lmaydi bugun. Yaxshimaydi unda bo'lmaydi-ku. Biz o'sha muammolarni hal qilgan kelganmiz. Nima muammo? Menda muammo bor. Xullas, eng kam oylik ish haqqi
kam. Kam. Bo'ldi. Bugundan boshlab eng kam oylik ish haqqi 10 million so'm. Bo'ladi, bo'ladi, yaxshi. 10 million, 10 million. Bo'ladi. Yo, shoshmanglar, 10 million so'm dedinglarmi? U jarimalar ham shu oyliklardan kelib chiqadi. Albatta. Lekin ana eng kam jarimani yarmarkalar remenga. Albatta. Shunda 5 million bo'ladimi? Ya bo'lmaydi. 5 million to'laymiz-mi? Agar bo'lmasa, o'zini holatida qoldiramiz. Siz yarmarkalar 150 ming so'm to'lab yuraverasiz. Yaxshi. Mana shu zo'r. Eshitganim mana bundoq bo'pti. Bo'lgan nonning narxi qimmat bo'lib ketdi. Qimmat. Qancha? 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 Yo, to'xtang. O'zingiz aytdingiz-ku, qancha? Shaxsan men bo'lgan non yemayman, jig'ildonim qaynaydi. Bular prosta aytdiganga aytdim. Bo'ldi, bo'lmasam bo'lgan nonning narxini tushirib qo'yamiz. Qaqqa zo'r. Men yaqinda uylanmoqmanmi? Og'aylarim bilan 300 ta bo'lkani pulidan to'yini o'ynab qo'yganman. U to'yinani olsam, bo'lgan narx tushib ketsa, bir tinchlikmi kutyapti-yu. Nonni narxini ko'tarish kerak. Ko'tarib qo'ysangiz nima Bo'ldi, bo'lmasam nonning narxini ko'tarib qo'yamiz. Zo'r. eshitganim mana bundoq bo'pti. Nima bu yamanlar? Uni ta'mirlaylar, u yaman ichida restoran qursa bo'ladi-ku. Ta'mirlang. Xo'p, bo'lmasam bundoq qilamiz. Biz yo'llarni bir muddatga yopib turamiz, yamalan tekislaymiz, keyin ochamiz, keyin bemalol yuraverasizlar. Zo'r emas. Ha? Zo'r emas. Voy, kim aytdi zo'r emas, ha? Ha, yopamiz dedingizmi? Ha, ertaga probka bo'ladimi? Ishga bora olmaymizmi? Bo'lmaydi. Probkada tiqilib Xo'p, turamiz. agar bo'lmasa, biz yo'llarni yopmaymiz, yamalan tekislamaymiz, lekin sizlar ishga probkasiz borib kelib yuraverasizlar. Zo'r. Eshitganim mana bundoq bo'pti. Menda muammo bor. Hey, bizda internet umuman ishlamayapti. To'g'rimi? Biz bu muammoni allaqachon hal qilganmiz. Men videosini ham olib kelganman. Qani? Aylanyapti-yu bu. Zagruzka qilguncha muammolarga o'tib turamiz, keyin ko'rsataman. Yana nima muammo? Ana kuni ko'chaga chiqsam, 4 ta taraf park bo'lib ketibdi. Bu yoqqa qarasang ham park, bu yoqqa qarasang ham park. Ichkariga kirsang, odamlar bola chaqasini aylantirib, mazza qilib attraksionlarda uchib yuribdi. Ha. Muammo nimada? Men muammo bor demadim. O'zi gapirishim shunaqa. Rahmat aytmoqchi edim. Rahmat. Baraka topinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Istigani Mana bunaqa bo'pti. Bo'lmasam bizda ham sizlarga taklif bor. Eshitadi, tayyormiz, ha? Antimonopoliya qo'mitasi bilan hamkorlikda proteksionizm siyosatini kuchsizlantirish rejasi ishlab chiqildi. Bunga ko'ra xalqaro logistika sohasini rivojlantirsak, tushunyapsizlarmi o'zim? Natijada inflyatsiya darajasini 12% dan 6% ga qayta moliyalash stavkasini 14% dan 8% ga tushirishimiz mumkin. Shunga nima deysizlar? Endi biz bekorga sizni saylab qo'ymaganmiz shu yerga. Biz sizni shu yerga qo'ydikmi? Shu masalalarni siz hal qiling dedik. Hamma narsani biz xalqdan so'raverasizmi? O'zingiz hal qiling deb. O'zinglar hal qilinglar. Bo'lmasam xalq rozi deb yozib qo'yamiz. Yozib. Yaxshi. Yana nima muammo? Necha yildan beri Toshkentda yuraman, propiskam yo'q. Bu hozir muammo emas. Bering pasportingizni. Mana. Yana kimga? menga ham shuni hal qilib Nima bersin. qilyapsan? O'zi vahshiy to'lib ketdilaring boru. Yo'limdan chiqavermalaring. Nosirov. Tug'ilgan joyi Navoiy viloyati bo'lib qolaveradi. Eshitganim mana bunaqa bo'pti. Nima muammo? Yana muammolar o'rtoqlar. O'zingiz nimadir deng endi. Endi biz nima deymiz? Biz to'g'ri-da? To'g'ri. Ha! Kun issiq. Ya to'xtanglar. Kunni issiqligiga bizdan nima aloqamiz bor? Biz nima qilib beramiz? Voy, anuni. Voy. Qishda anamal suvda. Kimdir bo'shatib yubordinglar. Ha? Вроде бы hamma yoq isib ketdi. Davay, yana bittasini bo'shatinglar. Zori suvib ketdi, ha? Qani bo'shat bittasini. Tak, sen ishdan bo'shading. Yo'qol. Ana,
Qalay? Salqin, salqin. Ancha Salqin, salqin. Shabbod. Bunisini ham bo'shatib yuboring. Yo. Bizga ortiqcha skvoznak kerak yo'q. Yana nima muammo? Ey, menda muammo bor ekan. Xullas, Toshkentda tungi klublar, diskotekalar ko'payib ketdi. To'ppa-to'g'ri aytyapti. Hammasini yopish kerak. Ey, oxirigacha eshiting, nima yopasiz, voy? Hammasida bir xil ashula, tukutaka ta, tukuta ta. Alshtirish kerak, yoqmayapti, bir xilligi. O'ynamayapti. Diskotekadagi qo'shiqlarga ham saralashmasangiz kerak. Endi to'g'ri aytyapti-da. Men o'zim ham o'ynayolmayman-da. Tik ta. Orasida bittasi chiqib, qiladi. Alishtirib qo'ylaring playlistini bo'ldi. Uni men qilaman. Qo'shini alishtiringlar, o'ynayapti. Nima? O'siz. Qo'shilamiz deymiz. Yana menmi? Ha, o'zingiz. Endi biz to'g'ri-da. Bo'lmaydi bunaqa, ye. Uyda xotirjam o'tirib bo'lmaydi. Ha. Shatta kelib o'tirsang, bitta pashsha tushib kelib, shuna qo'yadi dasturxonga, pashsha o'ldirilgan bilan shpaq etib ursang, izdivatsiya qilib teshigini orasidan chiqib ketadi. Qanaqa hayot yashash kerak? Stop! Nimalar deyapsiz? Siz uyingizdagi pashshaga meni nima aloqam bor? Menga xalq muammolarini aytmaysizmi? Voy. Sakrayaptimi? O'tag'aylama, Bu odamlar bilan ne unaqa gapiryapti-mi? Ey, men sizni saylab qo'yganmizmi? Ne xalq bilan unaqa muloqot qilyapsiz? Murosamadorlik qilish kerak. Ey, arzimagan pashshani hal qila olmasangiz, nimaga o'tiribsiz? Bo'shash kerak. Bo'sha. Men ketaman. Men ketaman. Sen boshliq bo'lasan bugundan. Ha, mana yoshlarga ishonib topshirish kerak. Mana alqomat, kelishimli, qornini qarang, to'q. O'tgan safar yetarlicha yegan bu yerda yemaydi. To'g'ri. Ishonch bilan aytaman, yaxshi inson bo'ladi, yaxshi hokim bo'ladi. Qani biz kuyinib gapirdik, siz ham bir narsa deng. Ayting. Hurmatli xaloyiq. Hali hamma narsaga birgalikda erishamiz. G'irtlabda ko'ma. Bo'lmaydi. Maza, Sarvarga maza. U bo'ldi, bu bo'ldi, Sarvar xotinlik bo'ldi. Ey, menga qara. Sinfdoshlaring yo'qmi? Mahalladoshlaring yo'qmi? Hech bo'lmasa bog'chadoshlaring yo'qmi? Bitta o'zimga qolib ketdi. Endi qo'shilmaganman deb birortasi kelmadi. Yuravergansan Amerikada mana shu o'qishni o'ylab. Qudalaqroq. Xudolar. Yur. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlar charchamasan. Tushib. Oyog'ingni yechmasdan kirasan. Harakatda. Amalades. Amalading yarim chala bo'lsa ham. Ha, to'rga chiq. Mana qiyindan o'tib oldik-a. O'tib oldi. Hozir osh keladi. Shu oshadamiz. Bo'ldi, shu yerda ko'chalarning ishlari tugaydi. Yog'iga amallasang bo'ladi, ham. Osh qo'lma-qo'l qo'yamiz. Osh qo'lma-qo'l. Ha, ko'pchiligimiz qo'lma-qo'l. Qo'lma-qo'l. Qo'lim kuyapti deb o'ylayapman. No'man. Ha, kuyon osh keldi mana. Ana, konfetlarni ustiga qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Zo'r! Chiroyli kuyovsan. Ko'z tegmadi. Qaq ketyapsiz. O'zi amallaysan. Qanaqa o'zim amallayman? Oxirigacha turib bermaysizmi? Bo'ldi-da endi. Qanaqa bo'ldi-da endi? Oxirigacha turib bering. Ey! 50 ga chiqib otang endi kuyovjonalik qilib yurish qoluvdi. Bor o'zi amalla. Yo'q, oxirigacha ozgina o'tirib bering. Yana tez chiqib ketmaylik. Ozgina o'tirib bering. Ozgina. Boya jonidonu. Sinisi yo'qmi? Tungi klublarda ertalabgacha qoladigan qizlarning aksariyati o'qimishli, iffatli, odobli, axloqli, ziyoli ekani hech kimga sir emas. Afsuski, o'rnak qilib ko'rsatishga arzigulik ana shunday ibratli qizlarimizga ko'pincha ablah yigitlar uchrab qolyapti.
Jonim, Xo'p. rostdan ham shunda xamir yo'yasizlarmi? Ha. Somsaxona deding-a? Zamonning shiddat bilan rivojlanishi pochtalyon, etikdo'z, soat tuzatuvchi, vaqtyor yoki dispetcher kabi kasblarning ahamiyatini yo'qotib, ularni keraksiz sohaga aylanishiga majbur qilmoqda. Ammo texnologiyalarning har bir sohaga faollik bilan kirib borishi yangi yo'nalishlarni ochib beryapti. Targetolog, SMMchi, merchandiser, HR va shunga o'xshash boshqa kasblar alohida taraqqiy etmoqda. Dizaynerlarni-ku gapirmasa ham bo'laveradi. Aniqroq dizaynerlarga bugun hammaning, san'atkorning ham, tadbirkorning ham ishi tushyapti. Hormang, akasi yaxshimisiz? Keling. Banner ham yashitsa? Banner. Men bu yurishlik banner bo'yicha keldim. Qaysi? Yozilgan-ku ani, haydovchi tezlikni saqlang, uyda sizni oilangiz kutmoqda degan. Ha, esladim mana. O'sha statistikani o'rganib chiqdi, u sal o'xshamayapti. O'zgartiramizmi, a? Nima qilamiz? Misol uchun, bundoq qilaylik. Uyda seni ayoling kutyapti deb rasm qo'yib bering chiroyli. Mana. Unaqada yana ham tezroq yurasiz-ku unaqada. Borib. Nima qilay unda? Odam tezlikni tushirib olish kerak-da ko'rgandan. Uyda seni qaynonang kutyapti deb rasm qo'yib bering. Ana. Ya bunaqa qaynonam ko'rmayman, kuymayman. Bu devorga uraman-ku unaqada. Qarang, sizga yaxshi maslahat beraman-da. Uyda seni otang, onang, ammang, xolang, amaking kutyapti deb yozamiz. Bo'ldi, men haydovchiman, ketyapman qarang. O'qiyapman. Uyda seni xolang, ammang, tog'ang, amaking. Bo'ling chiqaring. Qaysi birini? Bo'yni chiqaring, men shopir chiqarib olaman, avariya bo'ldi. Assalomu alaykum. Keling. Choyxona ochyapti-ku, o'shanga bitta banner chiqarib bering-a. Banner o'zimi? Ha, yo'q, ichida menyusi ham bo'ladi. Menyusi ham bor. Ha. Yozing. Samsa. Somsa bo'ladi, aka. Sizlarda somsa, bizda samsa. Nech pul? 15 ming. Arzon ekan-a? Ha, u Toshkent City'da 60 ming. Hop, Sho'rbo. sho'rva bo'lsa kerak. Sho'rbo. Pul. 15 ming. Naxo sho'rak. Nima? Naxo sho'rak. Shuni sho'rak deb yozaylik. Naxo kerak-da. Naxo kerak, yozing. Yozdim. Ha, yozdingizmi? Ha. Ana endi shashlikni sixini 2000 so'm qiling. U 2000 so'mga shashlik bormi? Ha, yo go'shini oling, sixini o'zi 2000. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Hofizman. Hop. Konsert boshlagandim. Shunga afisha chiqarish kerak. Keling. Men rasmim qani? Qo'yingchi. Ana. Yaxshi. Bitta tor qo'yib bering, bitta tor. Tor. Kanadaga qo'ydingiz-ku torni. Oldimga o'tkazing. Ha, o'zlari chalalami? Qo'shnim kelib chalib ketmaydi-ku. Ana. Ye. Aptimni oling torni. Joyiga tushdi. Yaxshi. Jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi. Yozing. Yo jonli deb yozing, yo fonogramma deb yozing. Endi issiq jon, bir kuni mazam bo'lmasa jonli eta olmayman. Bir kuni yaxshi bo'lsam jonli etaman. Xo'p, konsert nechi kun? Bir kun. Aytganini qiling aka. Xo'p. Murojaat uchun telefon. Murojaat uchun telefon. Olib beringlar. Yomon ezdingizda. Xo'p, mana. Xo'p. Aka, odamlar konsert ko'p tushishi uchun nima qilishyapti? Qarang, mahsulot yaxshi sotilmasa, Spark qo'yishyapti. Spark qo'ying. Ha? Spark olish uchun konsert qo'yapman-ku o'zi. Siz Spark qo'ying, zo'r bo'ladi. Mana qo'yingchi Spark. Ana. Ya? Bu Spark konserti bo'lib qoldi-ku? Endi Spark hamma taniydi, siz it taniydimi? Kichikroq qiling, voy. Ana. Xo'p. Dastur mehmoni. Qiziqchi chaqiring. Ha. Shukrullo Shamsiyev yozing. To'xtang. Shukrullo Isroilov bor, Valijon Shamsiyev bor. Shu ikkovi bilan ham gaplashuvdim, vaqtimiz bo'lsa boramiz deydi. Ikkalasidan bittasi kelib qoladi. Rasmini ham chiqaring. Mana rasm. Yo'q. Qachon tayyor bo'ladi? Ertaga. Ya, bugun konsertim-ku. Konsertdan keyin kel bo'lmasa,
Aksariyat xususiy korxona va firmalarda, ayniqsa davlat tashkilotlarida ishga qabul qilish jarayoni haqqoniy, shaffof, adolatli o'tishini endi yaxshi bilasiz. Korrupsiya, qo'ng'iroqlar, tanish-bilishchilikka mutlaqo o'rin yo'qligini ham yaxshi bilasiz. Darvoqe bizning firmamizga moliyachi, ya'ni finansist ishga olinmoqda. Muammo shundaki, suhbatga, ruscha aytganda собеседованиеga bir vaqtda ikkita nomzod kelib qoldi. Tak. Ya, assalomu alaykum. Xayrli kech. Marhamat. Assalomu alaykum. Okay? Tak. Endi O'tiring. Bo'ldi, rahmat. bo'ldi o'tiring, bitta joy ekan, namcha bu. Va o'tiraman-ku qachondir. Xush kelibsizlar. O'zingizni tanishtiring. Men Fayziyev Savrar 1994-yil 25-dekabrda ziyolilar oilasida tavallud topdim. IQ darajam 17 ni tashkil qiladi. Qaranglar. Yaxshi. O'zingizni tanishtiring. Alisher aka telefon qilmadilar? Ya, Alisherga ham qo'yib turing, o'zingizni tanishtiring. Alisher aka jiyanlari bo'laman. Ha, yaxshi. Anaqa, hisob-kitobga yaxshimisiz? Albatta. Siz hisob-kitobga yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Mayli, savollarni boshlaymiz. Agar IQ 117 bo'lsa, kalkulyator kerak yo'q sizga. Mental arifmetika bilan shug'ullanganman. Yo'q, qani ketdik bo'lmasa. 16 ni ko'paytiramiz 42 ga, bo'lamiz 4 ga, ilzosdan chiqqanini 5 qo'shib turib 12 ga ko'paytiramiz. Javob 80. 80. Korxonamiz shiori qanaqa ekan? Uchqundan chiqsa alanga biz ham. To'g'ri. To'g'ri, tasanno. Endi shu xuddi shu kuchdagi savolni sherigingizga beramiz. 7 kere 9 nechi? 94. Li nomerdan ham qilmadilarmi? Juda ham hazilkashsiz. Bilasizmi? Men bu korxonamiz nizomida tanishib turing. Xo'p, bo'ladi. Menga qarang, Alisherga telefon qildilar. Qildilarmi? Ha, bo'ldi, okey. Vaziyat shunaqa hozir. Hozir o'zingiz biladigan bir narsani Adabiyotdan bilaman, adabiyotdan. Bilasiz, o'shani beraman, topsangiz ishga olamiz. Ajoyib nizom, ajoyib nizom. Qarang, rahmat. Sherigingizga adabiyotdan savol beramiz. Bizda ko'p ko'rik tanlov bo'ladi-da o'shanga. Hasal mulkining sultoni kim? Alisher aka. Juda ham hazilkashsiz-da. Aka, Toshkentda ishlayvering, Navoiydan nima qilaman, qatlab? Bo'ldi, tushunarli. Sarvarbek, Labay. Nima dedingiz? Siz institutdan tugatganman dedingiz. Ikkita institut amalgaman. Yaqinda doktorlik dissertatsiyasini yoqladim. yo'q. Bundan tashqari 5 ta til bilaman. Agarda meni ishga olsalaringiz, B2B va B2C sektorlarini kuchaytirib, barcha ishlaringizni SAP programmasiga integratsiya qilib berishim mumkin. Agar ishga olsak, oylik qancha so'raysiz? Barcha oliy ma'lumotlilar qatorida 1 million 300 oylik ishlashga tayyorman. Voy, blin! Oliy mashbiratishgani. Men kontrol qilib yuraman. Siz kontrol qilasiz. Ha. Endi boshlig'i ham bilish kerak-da bu narsani. 7 kere 6 nechi? 97 lik. Voy, blin! Xo'sh, kimsan? Men blogerman. Ha, sen 1 yilda 3 ta giveaway qilganing uchun otishga hukm qilinding. Men qanaqa o'ldim, daylini aytib qo'yinglar. Zo'r o'lding-da. Keyingisi. Sen kimsan? Men deputatman. Ha, eshitmaymizmi? Buni shuncha eshitganimiz yetadi. Tak, keyingisi. Men hozirgi yoshlarga hayron qolaman. Odob nimaligini bilmaydi. Peshonamga avtomatni tirab turibdi-ya, nima ya bu? Qo'liga mikrofon bersang 4 ta qo'shiqni eplab ayta olmaydi. Ovoz bo'lsa miya yo'q, miya bo'lsa yurak yo'q. Siz baraka toping. Boringizga shukr. Men ko'nglim ushlab ketdi. Men otamman o'zi yot. Yaxshi yashayapmiz. Rahmat. Mana haqiqat. Bu kishini davrida biz qiynaldik. Ya. Chaqirsa ertalabgacha qo'shiq aytib chiqardik. Opa, bo'ldi. Uzoq yaqindan kelgan bola, o'rningizni bilib o'tiring. 4 ta gapimni aytaman, ketaman. Nima bu? Nima bu maynavozchilik? 7 so'mirni ye. Ya, jonga tegdi bular. So'nggi tiligingni aytsan ham. Iltimos, meni ozod qilinglar. Hey, madaniyat vazirini o'zi zo'rg'a ozod qildik. Sen qoluding bitta ozod bo'lmagan. Yo'q, qo'yib yuboringlar davomma. Ketavering. Ha, bor yo'qol, ko'zim ko'raman. Rahmat aka. Voy, men qolib hozir buni qo'yib yubordinglarmi? Ey, o'lmas ekan-ku bu. Oy o'ladi, quyosh o'ladi, ammo yulduz o'lmaydi.
Vasiyat deganda aksariyat hollarda ko'z oldimizga o'lim to'shagida yotgan qariya odamning umri davomida yiqqan terganlarini o'z farzandlariga taqsimlab berishi keladi. Lekin afsuski ba'zida opa-singillar, aka-ukalar hali otalari soppa-sog', ko'zi ochiqligidayoq undan qoladigan merosni talashishga tushadilar. Ana endi birgalikda hammamiz tasavvur qilib ko'ramiz. O'z boyligini otaxon qanday yana taqsimlashi mumkin? Ha, ota! 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 Qo'llarim. Ota! Baqirib nima qilasiz? Telefon chaqirmaysizmi, ota? Telefon pul yozadi. Qarz yomon narsa. Birovni omonati yomon narsa, bolalarim. To'g'ri, gapiring, ota. Kunim yaqinlashgan ko'rinadi. Unaqa demang. O'shanga aytib ketay. Kichkina o'g'lim. Lappay. Menga qara. Ipoteka bankdan olingan kredit senga meros, bolam. Ha, mayli akalarimiz bilan to'laymiz. To'laymiz. Arzimagan puli. U faqat senga meros. Akalaringga boshqasi bor. To'g'ri o'g'lim. Intim bankdan olingan kredit senga meros. Au, Infin bank emasmidi? Olinayotganda Infin bank edi. Berayotganda Intim bankka aylandi, bolam. Buncha qarz gapirasiz, yuragini siqib. Kakras siqib deganingga to'xta. Siqib bankdan olgan kredit senga meros, bolam. Xo'p, ota, xo'p. Mo'minjon bolam. Dada, shu yerdaman. Bitta haqiqatim bor. Seni men ko'chadan asrab olganman, bolam. Yo'q! Bo'lishi mumkin emas. Nahotki yoshligimizdan katta bo'lgan insonlarim menga begona. Endi mazza qilib yashaymanmi o'zim? Otalaring bilan bemalol qarzlaring to'lurlaring. Men ketdim ko'chaga. O'sha ko'chadagi qarzlar senga, bolam, meros. Dada, nimaga men shu begonaligimni oldinroq aytmagansiz, ha? Rostdan, nimaga aytmagansiz? O'zingni kalla ishlamaydimi mazga? Hamma akalaring Zokirov, sen Ibrohimovsan. Ey, men o'tganimdan keyin Ota qo'ying, unaqa demang. Onalaringni duosini ollaring. Onalaringni taftini ollaring. Xo'p, ota, xo'p. Onaginangni zalogdan ollaring. Zalogga tushib qolgan bola. Qarz qilasiz odamni. Bo'ynimizga jon qarashga bordik-ku. To'xta! 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 To'g'ri aytyapsanlar. Sanlarga ham yozganim bor. Bo'lar ekan. O'g'lim, bor, darhol molxonadan kalit topdi. Qara, bo'l. Sandiq ham bor, ol uni ham. Och, ichini och, ichini. Nima? Turing. Ota! Ota! Boshqa qarzlar spiskasi bor. Shahrimizda xiyobonlar ko'p, faqat ularda daraxtlar soni kam. Soya topa olmaganidan qariyalar, farzandini aylantirishga olib chiqqan oilalar, kinoga pul topa olmayotgan sevishganlar haykal tagidan o'zlariga joy qidirishmoqda. Shahlo. Shahlo. Morpakyo. Shahlo. Bitta. Nima bitta? Bitta pay. Yo'q. Bitta pay. Nima, men bilan shuncha yurasizmi? Ha, bitta pay. Yo'q. Bitta pay. Yo'q. Bitta o'psin. Allo o'rtoq, qalaysan, yaxshimisan? Bugun ko'rishmoqmizmi? Men hozir aylangan chiqdim, Tuzik bilan. Singlim. Oy, Tuzikmisiz? Tuzikni olib turing, oyog'ini qo'lqib tashladi. haykal gapiryaptimi? Aka, menga bor uzr kechirasiz. Oyog'i tagiga it tishini qilib qo'ydim. It ekansan. Ko'p ishvorim shakilli haykal gapiryapti. Aptekaga kirgan ba'zi erkaklar sotuvchi ayol kishi bo'lib qoladigan bo'lsa, o'zlariga kerakli dori nomini aytishda xijolat tortishadi. Xayolingiz darrov noto'g'ri joyga kelmasin. Psoriaz, prostatit yoki gemoroy kasaliga chalingan odamlar dori nomini aytishlari bilan ularning dardini aptekacha tushunishini bilishadi va noqulay ahvolga tushishadi. Ayollarda ham shunga o'xshash vaziyat. Aptekachi yosh yigit bo'lib qolmasin ish qilib. Ha, pentalgin tuygan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Ayol kishi yo'qmi? Ayturing, olib beraman, nima kerak? Yo'q, ayol kishi kerak-da, bormi? Ey, mana shu sohada men 7 yil o'qiganman. Ayturing deyman men sizga. Xo'p, tushundim. Ayol kishi kerak bo'lsa chaqirib yuboring. Obbo. Keling, nima kerak ekan? Hazillashyapsizmi? Endi qiziqda, nima ekan u?
chaqirmang. Ayol kishi bo'lsa chaqiring. Dilnozaxon qaravering. Tavba. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nima kerak edi? Haligi. Ha, hozir. Bor. Buni televizorda reklama qilyapti-yu. Shuni o'zimga aytsa hammani ora qilmasdan olib beraman. Yaxshimisanlar? Hurmat! Masalaga necha marta aytay-yo, hurmat so'rab olinmaydi. G'ijimlar. Assalomu alaykum. Bugun ozgina kech qoldik, uzr. Normal. Men qara, senga emasman darsim kech qolish. Sani akalaringga ham emas. Tushuntira oldimmi? Bor joyingga o'tir. Nima deding? Yo'q. Qara, aziyman buni o'zini. Stadionda gaplashamiz sen bilan. Qarochi, bugun borlama qilib olamiz. Voy, ustoz yo'qlama deyilmaydimi? Ustozingga aqllilik qo'ysanmi? Chustvingni yo'qotib qo'ydingmi? Qiz bolasan deb bo'lmasam so'rab olardim taq etib. Xullas, yo'qlama uchun, borlama uchun. Tushunding? To'g'risi, mahalling qayerda? Chorsida. Sanikichi? Yunusobodda. Voy ustoz, familiyasini so'ralmaydimi? Menga qara, kerak bo'lsa mahallingdan topib olaman, tushunding? Meni akalaringga o'xshatmagan kidat qilib ketadigan. O'tir. Qarochi, bugungi darsimiz tapichkalar haqida gaplashamiz. Bor suvga chiqib kel. Ana, o'rganib kelibdi. Mana shunaqalarni tapichka deyiladi. Tushuntira oldimmi? O'tgan safargi darsda kim yo'q edi? Mana bu yo'g'ida, Ulug'bek yo'g'ida. Voy, Ulug'! Seni kidat qo'rotdi-yu. Chaqmamni kelkaling. So'rab olmaysan. Men normalniy bo'lagansan, yasni so'rab olalaysanmi? Men qara, kim senga terpiyalaringni o'rgatyapti? Aqlli qiz ekansan, bitta tiqqanchiratib olaman. Na, urmaysanmi? Qattiqroq, urmaysanmi? So'rab olmading, bo'l, men qaralaring. Bunalarni qilamiz. Kapitan O'tkirov. Kim bu xulqi yomon bu sinfda? Ustozi! Voy, terpilalar. Chiq. Salla chiqib turlaring, men o'zim gaplasha olaman. Bitta gaplasha olaman. Yo'q. Men qanaqa qilib ishlayapsam, vaqt ishlamayapman. Yo'qmi? Yosh kattalar o'rgatishganda dushmaningni qarg'ama, undan ko'ra iloyo qurilish qil degan, har qanday qarg'ishdan battari shu, o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi deyishganda. Mana shu tilakni hozirgi kun uchun biroz zamonaviylashtirsa bo'lar ekan. Iloyo uy qur yoki kvartira xarid qil, yillik 29% kreditga ol. Har oy falon million so'mni kreditga bankka topshiradiganlar bu dardni yaxshi biladilar. Ipoteka kreditini 15 yil deganda yopgan bankning birinchi mijozi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Shundoq kredit holatimni tekshirib bering. Xo'p, bo'ladi. Ism familiya? Umarov to'lagan. Umarov to'lamagan chiqyapti. Men to'laganman, lekin ba'zi aldamasa kerak. mana pasport to'lagan deb yozib Men pasportingizga ishonmayman, ba'ziga ishonaman. Menga qarang. Brat, shoshilmazgina, to'lamaydigan bo'lsangiz chiqib turing. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, keling. Oxirgi oylik kredit to'lagani keldim. Xo'sh. Mana. Bo'l, ratchet bo'ldingiz. Mana. Faqat sizga bankimiz tanlaganingiz uchun ming rahmat sizga. Rahmat, sog' bo'linglar. To'xtang. Ha? Siz to'la bo'ldingiz, ha? Endi kelmaysizmi? Yo'q. Endi men sizni bayram bilan tabriklolmaymanmi? Endi juma bilan ham tabriklolmaysiz. O'zi juma kelganini siz ham bilardim. Bir donishmand aytgan ekan, bu hayotda 3 ta narsani sotib olib bo'lmaydi deb. Do'stlik, muhabbat hamda yakkasaroydan kvartira. Donishmand Brand Balton bo'ptilar-da. Siz ularni Balton qildingiz. Tabriklayman. Rahmat. Kettiringmi? To'xta. Bankimizni jonkuyar xodimlarimiz bilan xayrlashmoqchi. Farroshimiz. Ha. Bizga klient bo'lib kelgandilar. Ha. To'lamay bizga ishlayaptilar mana. Yiqsin ekan-da. Axir ana mana. Bular kim? Eri xotin to'lasha olmadi. Ha. Juda katta foizlarda. MIB xodimi. Gap yo'q aka, gap yo'q. Qutildingiz-a? Mana o'sha televizor yaxshi kunlarga ishlatib yurdim. Mayli. Meniki? Aka, bitta rasmni tushaylik. Keling. Rahmat.
Rahmat. Ey, telefon. Sizniki-da. Aka, faqat Google'ni tozalab tashirsiz. Ha, bo'ldi. Ketiraymi? Yo'q. Eng muhim inson bilan bankimizni bankomati bilan xayrlashdingiz. Menimcha sizlarni tark etolmasam kerak. Yozing 30 million. Yozing. Inson xohishlari hech qachon tugamasligi normal holat, lekin asosiysi nafs istaklarida vijdonni yo'qotib qo'ymaslik. Xo'sh, bugun turfa hayotiy vaziyatlarda nafsimiz qayoqqa boshlayapti-yu, ikkinchi tomonda vijdonimiz nima deyapti? Deyman, Matisku, tirikchiligiga chiqqan bechara qo'y. Vijdon. Ho. Cho'p aylanib kel. Biz abedlik ishlaylik. Xo'p. Matizda ushla. Bo'ldi, aka, xo'p bo'ladi. Ha? $100. Zo'r bo'ldi deymash. So'ra. Saniki emas-ku. Kerak emas, ketdik. So'ra, 3 marta so'ra hech narsa qilmaydi. Shart emas deyapman senga. Yo'q. Meni ham eshitlaring, so'ragin. Kimniki? Pastroq so'ra, pastroq. Kimniki? Meniki. Akalar, kechirasizlar, mana shu pulim tushib qolibdi, ko'rmadinglar. Nima dedim? Ko'zingga qarada, biz qayerdan bilamiz? Men sizni o'zim zvizda qilaman. Kinolarimda bosh rollarni o'ynaysiz. Hurmatli rejissyor, bosing. Harakataman. Keyin hatto bir ssenariy yozaylik. Assalomu alaykum, Aslida hokim, yaxshi yaxshimisiz? Yer masalasida necha marta kelishim uje? Mana hujjatlar yer sizni nomingizga to'laqonli o'tdi, bemalol foydalanishingiz mumkin. Meniki uje? Sizniki. Rahmat. Mashinani olib qo'yasiz. Kam bo'lsa Kerak ham emas ko'p edi, mayli qo'ymadingiz. O nafs. Aralashmaysanmi? Bular bizdan o'tadi. Menga ruxsat bera olmaysizmi? Nimaga? Barib foydalanmayapsiz deb boshqa ish qidiraman men. Bekor bo'ldi deymashdi. Erkakchilikda bo'ladi endi. O'zi endi ish yurishib turuvdi. Qo'liga 4 so'm pul tushsa shu kvartiraga yugurgan bu. Men aytdim o'zi kelmaydi. Men aytdim uni. Sen bos deding. Hech vaqtmada. Cho'tkiga. Bor o'zi ketqizib yuboran uni. Bekor bo'ldi. Bo'pti, yaxshi bo'linglar. Salomat bo'linglar. Xo'p, mayli. Olib kelinglar. Qatga ketishdi. Dubayga? Siz nima bormadingiz? Voy, kim vijdon bilan Dubayga boradi? Millionning o'tgan konsertidan boshlab start berilgan an'anani davom ettirish arafasiramiz. E'tiboringizga sanoqli daqiqalar mobaynida eng qisqa sahna ko'rinishlari namoyish etiladi va ulardagi mazmunni anglashga ulgurasiz degan umidimiz bor. Farzandga ism qo'yish otalik farzlaridan biridir. Shoshma-shosharlik bilan qiziga FIFA, o'g'liga Jackie Chan yoki Maradona deb ism qo'yganlar oxir oqibatda bir kun afsus chekadilar. Farzandlari bir umr mazax bo'lib o'tishadi. Turli mintaqalarda ism tanlash bobidagi o'zga xosliklar va ko'p foydalaniladigan ismlar mavjudligi hech kimga sir emas. Masalan, vodiyda bu ishga alohida sinchkovlik bilan yondoshiladi. Dadabe, moni atini nima qo'yamiz? Nima qo'ygingiz kelyapti? Hadiyatullohxon qo'yib yubormaylikmi? Yarim mahalla Hadiyatullohxon o'g'lim. Bo'lmasa Lutfullohbek qo'yaylik. Qolgan yarmi Lutfullohda. Hadiyatullohxon qo'yaveraylik. Yaxmetda Hadiyatullohxon. Bo'lmasam Dadabe, Bobobek qo'yaylik. Peshiningizdan to'p yormaylikmi? Vohaning ham o'zigagina xos ismlari bisyor, ammo kutilmaganda eng ko'p ishlatiladigan so'z ismga aylanib ketishi mumkin. Asldajon. Kebacham. Nimaga, ukamga nima qo'yaylik, ism qo'yaylik? Nima variant bo'lgan? Qahramon qo'yaylik. Bo'lmaydi, qahramon. Jo'ram-ku qahramon. Latif qo'yaylik. Latif ikkinchi jo'ram, Alkash jo'ram. Bo'lmaydi. Aka Sharif qo'yaylik. Man Aka Sharif devona bacha. Dadang Aka Sharif. Ibi qo'yaylik. Ibi qo'ysak bo'ladi bacham. Toshkentda ham ota-onalarning niyatlari barobarida to'ng'ich farzandlarning istagi ham inobatga olinyapti. Adamami bratchkan ismini nima qo'yamiz? Variantlaring bormi? Begi qo'yaylik. Begi degan ism bo'lmaydi, Bekzod degan ism bo'ladi. Bo'lmasa Paqiy qo'yaylik. Paqiy emas, Faxriddin bo'ladi. Paqiy bo'lmaydi. Bo'lmasa Hadiyatullohxon qo'yib yubormaylikmi? Shu ismni qo'ymaylik deb ko'chib keldik o'g'lim.
Ba'zi qizlarning yurish turishini ko'rib, oilasidagi tarbiya mana bunaqa bo'lsa kerak deb o'ylab qolaman. Assalomu alaykum odajon. Ha qizim, yarim kechasi kelyapsan. Bir qarasam Lacetti'da kelasan, bir qarasam Malibu'da kelasan, bir qarasam Captiva'da kelasan. Mes bo'lmaguncha to'xtama, bos qizim. Mini va supermarketlardagi oziq-ovqat mahsulotlarining yaroqlilik muddatini tekshirish bo'yicha nom qozongan blogger, yogurtshunoslik fanlari doktori, aktivist.uz Chilonzordagi mashhur ko'chada. Bular srog o'tib ketgan-ku. Yangilayman, boshqatdan kelamanmi? Dasturimizni xushxabar bilan davom ettiramiz. Deyarli chorak asr mobaynida tashlandiq ahvolda yotgan poytaxtimizdagi Chorsuv mehmonxonasi qayta rekonstruksiyadan chiqarilib, foydalanishga topshirildi. Ha, bitdimi? Ha, yur boshqa joy boramiz. Aka, to'yimizni o'tkazing. Xo'p, boshlovchilik qilish kerakmi? Ha. Xo'p. Necha pul? $1000. Arzonroq variant yo'qmi? Ha, boshlovchidan ko'pi bormi? $20 ga ham bor mana boshlovchi. Bir nima qilib ko'raylik, bir solishtirib. Ha, solishtirib ko'rish kerak. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, poytaxtimiz mehmonlari, muhabbat va baxt tantana qilgan oqshomga xush kelibsiz. Nima gap? Dasturxonga tortilgan noz-ne'matlar tanovuli sizni befarq qoldirmasligidan umidvormiz. Dasturxonga yozilgan to'yxonadan chiqarib yuboriladi, ana bo'lmasa. Uning uchun podvalga sharoit qilib qo'yganmiz. Mana shunday hayajonli daqiqalarda yoshlarimiz uchun eng qadrdon, eng mehribon, eng yaqin insonlar, volidey muhtaramalari, hurmatli onajonlarni davramiz markaziga chorlagan holda, xalq ta'biri bilan aytilganda, onalar operatsiyasiga start beramiz. Kuyovda onasi operatsiyada yotgan ekan, shunga 8600 4929 kartasiga ko'ngildan chiqarib tashlab qo'yasizlar. To'y marosimi yakuniga yetib borar ekan, yoshlarimizni tanish va yoqimli yor-yor sadolari ostida baxt manziliga kuzatib qo'ysak. Oliviya bilan tarvuzni bitta paketga yig'ma, o'lasan atravleniya bo'lib. Tushundingizmi farqini? Ha, men o'ylab ko'rdim. Yo sizga aytishim kerak, yo to'y qilishim kerak. Menga bu variant. Meni tanladingiz. Tabriklayman. Nech pul? $3000. Nimaga? Ye? Shaxsan men xalqlar do'stligida Davron Kabulov yutganman. Faraz qiling, uy yonyapti. Ichkarida qaynota va ichkuyov yakkama-yakka qolib ketsa. Voydod odamlar uyim yonyapti. Kuyov qarang uyim yonyapti voydod. Voydod yomon yonyapti-yu, achkim qolib ketibdi ichkarida. Voy endi nima qilaman? Qanaqa achki ichkarida, meni qizim, sizning xotiningiz bor-ku. Endi olib chiqib bera olmasa kerak. Voy yomon yonyapti-yu bu. Xo'jayin o'zingizni qo'liga oling. Xos telefon qilishni uyingizga qo'shib, zavodingiz ham yonib ketibdi. Xonavayron bo'ldim-ku. Zavodim ham yonib ketibdi-ku. Zavodingiz ham yonibdimi? Endi nima qilasan? Nima qilamiz deng? Yo'q, men u yengi achki ovol olayman. Sen nima qilasan?